Qo'qon shahrida yo'l harakati xavfsizligi bo'limi tomonidan targ'ibot avtokarvoni tashkil etildi. Qizilda to'xtamasdan harakatlanganligi oqibatida borib mashinani urgan, natijada mashina yonib ketgan ekan. Targ'ibot avtokarvoni Qo'qon shahrining markaziy ko'chalari va avtoshoh bekatlari bo'ylab harakatlandi. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari esa fuqarolar o'rtasida targ'ibot ishlarini olib borib, yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslikning yakuni qanday nihoyalanishini avtohalokatga uchragan transport vositalari misolida ko'rsatdilar. Katta tezlikda harakatlanib kelgan, boshqaruvni yo'qotib, yo'l transport hodisasi natijasida pachoqlangan avtomobillarni ko'rgan fuqarolar esa o'zlariga kerakli xulosa chiqardilar. Hozir yo'l patrul xizmatidan akalarimiz keldi, mana bugungi holat bo'yicha gapirib o'tdi. Biz o'zimizga kerakli xulosalar chiqardik. Lekin kelajakda mana shu yo'lda harakatlanayotganda shopir akalarimizdan iltimos qilib qolamiz, imkon darajasida qo'l telefonlardan kamroq foydalanishdi. Keyin svetoforni qizil belgisiga imkon darajasida to'xtab o'tishini, hozir o'tib ketaman, tezda o'tib ketib qolaman, ulgurib qolaman degan narsalarni oldini olishdi. Keyin imkon darajasida pravo oldingizmi, ichish degan narsalarni tashlash kerak. Ichkilik oqibati mana ko'ryapsiz qanday holatlarga olib kelyapti. Biz chin ko'ngildan mana shu targ'ibotda ishtirok etamiz, sizlarni ham ogohlikka chaqirib qolamiz. Hozirda bu kabi targ'ibot tadbirlari viloyat bo'ylab davom etmoqda.